har kuni bearmon ishlatayotgan suv maxsus quvurlar orqali oqova suv tashkilotiga kelib tushadi. Xo'sh, ularning keyingi taqdiri qanday kechadi? Biz ayni dam Solar oqova suv tozalash inshootidamiz. Bu yerga ko'plab mutasaddi tashkilotlar vakillari yig'ilishgan. Ushbu tadbirning maqsadi va vazifalari haqida biz sizga batafsil hikoya qilamiz. Mana bugungi 1700 talik Chilonzor kollektorimizdan oqova suvda yog' kelyapti, yog' mahsuloti. 1700 talikdan. Sergeli tumanida joylashgan Solar oqova suv tozalash inshootidan yon atrofga ko'tarilayotgan noxush hid va uni bartaraf etish bo'yicha hudud aholisidan Ekologiya partiyasiga bir necha bor murojaatlar kelib tushgan. Shularga asosan partiyaning markaziy kengashi vakillari, mahalliy kengash deputatlari, tuman hokimligi mutasaddilari, jamoatchilik faollari hamda mazkur hududda yashovchi yurtdoshlarimiz ishtirokida aynan masala yuzasidan jamoatchilik nazorati va eshituvi tadbirlari o'tkazildi. Biz aynidan faoliyatini o'rganayotgan Solar oqova suv tozalash inshooti o'tgan asrning 1961-yilda qurilgan bo'lib, shu davr mobaynida faoliyat olib borayotgan ekan. Bu yerda bir necha bosqichli tozalash uskunalari o'rnatilgan. Bu inshootda biologik usulda 4 bosqichda oqova suv tozalanadi, ya'ni hech qanday kimyoviy vositalar qo'llanilmaydi. Birinchi bosqich mexanik tozalash. Bunda oqova suvda kelgan yirik chiqindilar ajratib olinadi. Ikkinchi bosqich aerotenka. Bunda asosiy biologik jarayon sodir bo'ladi, ya'ni suv mikroorganizmlar orqali tozalanadi. Uchinchi bosqich tindirgich bo'lib, qoldiq quyqalar ajratib olinadi. To'rtinchi bosqichda gipoxlorid yordamida zararsizlantirilib, Solar kanaliga oqiziladi. Ushbu suvdan qishloq xo'jaligida irrigatsiya maqsadlarida foydalaniladi. Solar oqova suv tozalash inshooti Toshkent shahrining asosiy o'pkasi bo'lib, undagi biologik tozalash jarayoni faol loyiqa tarkibidagi tirik mikroorganizmlarga asoslangan. Afsuski, kimyoviy moddalarning me'yordan ortiq oqizib yuborilishi bu mikroskopik ishchilarni qirib tashlamoqda, deydi Toshkent shahar suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bosh texnologi Donanboy Kazibekov. Mikroorganizmlar o'sha kelayotgan bizning nimamizda ham bor. O'sha bu yerda havo berib uni to'yintirgandan keyin ular xalqin massalarni yeb ko'payadi. Bu aspidiska, kalabratka xalqlar живой organizm. Unga havo bermasangiz u yashamaydi. Uni birinchi eng yomoni xalqi kraskada kelayotgan xrom moddasi. Ularni hammasini o'ldirib qo'yadi, kamaytiradi. O'sha natijasida texnologiyamizning samaradorligi pasayadi. Bu bizga xalqi ko'pincha elektr energiya, ko'p havo berishga olib keladi. Uni qaytadan joyiga keltirish uchun bitta buzilgan texnologiya samaradorligini joyiga keltirish uchun 21 oy kerak bo'ladi. Bu bizga qo'shimcha ko'p qiyinchiliklarni keltiradi. Bu bo'yicha xalq o'sha kraska qiladigan 16 ta tashkilotni bir joyga chiqarib, o'sha yerda ximiya, fizikaviy metod bilan tozalaydigan so'rovnoni qurib, o'sha yerga chiqarmasa, bu texnologiyalar yaxshi ishlamaydi. Bizga muammasini qilaveradi. Bu muammo xalqqa ham, boshqaga ham ta'sirini ko'rsataveradi. Bu tekstillarni olib chiqmasak, bizlarni birinchi buzadigan narsa shu tekstillar. Afsuski, Solar oqova suv tozalash inshootiga yuzlab sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqovalar ham tozalanmagan yoki me'yoriga yetkazib tozalanmagan holatda tashlanmoqda. Bu esa inshoot oqovalarni sifatli tozalay olmayotgani, natijada badbo'y hid tarqalayotgani guvohi bo'lyapmiz. Plastmassani qayta ishlaydi, uni ham xalqga filtr qo'yib tozalamasa tozalanmaydi. O'tganni bu yerda uni bakteriyamiz yeya olmaydi. Cho'kkani cho'kadi, cho'kmagani ketadi. Undan keyingi masala silikat qayta ishlash qog'ozlari. Silikatda ham filtr qo'yib ishlamasa tozalamaydi. Bular bilan muloqotda bo'lib, nega filtr qo'ymaysan? Ko'p qog'oz ishlashlar Bektemirda, uni keyin Sergelida. Yo'q, uni qo'ysak biz bankrot bo'lamiz. Kechki paytlarda bizda oqizib yuboradi. U yig'adi, mana Zilol tekstil eng katta gigant tashkilot Olmazor tumanida joylashgan. Kuniga bir 3000 4000 kuba suv tashiydi. Bu juda katta kuba turi. Kun bo'yi suvni yig'adi, o'sha rangli suvni biz tozalab keyin chiqaramiz deydi. Video rolikda ko'rgan suvlar именно o'sha Zilol tekstildan kelishi mumkin bo'lgan tarmoqdan olingan video o'sha kanalizatsiyaga to'g'ridan to'g'ri lokal tozalash inshooti orqali emasdi, tozalab emasdi, primo o'sha rang pangi bilan oqizib yuborishdi. Tushunarli. O'sha narsalarni tushuntirish juda qiyin bo'ldi. Badbo'y hid aslida muammoni anglatuvchi bir belgi. Inshootda yaxshi tozalanmagan, kimyoviy elementlar saqlanib qolgan suvlar Solar kanaliga oqizilyapti.
Kanaldan esa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladi. Chorva mollari suv ichadi. Tabiatda sodir bo'ladigan suv bug'lanishi natijasida kimyoviy moddalar atmosferaga tarqalmayotganiga kim kafolat beradi? Tadbirda birgina tadbirkor Sofmeka Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari ishtirok etdi. Bu anaqa muammo ko'tarilganiga 4-5 yil, shu 2020-yildan boshlandi shekilli. U paytlar halicha bu korxonalar bunchalik tayyor emas edi bu narsaga. Birdaniga bu tema ko'tarildi, bu ekologik partiya ochildi, boshqa bo'ldi, kurashish kuchaydi nisbatan oldingiga nisbatan. Korxonalarimiz ham ko'paydi. Hozir bu tekstil korxonasi Toshkent shahrida 20 tadan oshiq, shu 20 talarning atrofida hozir eshitishim bo'yicha. Har kuni shu tashlashib videolar qilib turibmiz, 2 soatda bular tomonidan olinyapti, bizni tashlayotganini, bizni chiqazayotgan suvimizni mana bunaqa narsa chiqyapti deb tashlab boshqa qilib ikkitalab o'sha dejurniy qo'yilgan nochka kunduzi ishlanyapti korxonalar tomonidan. Bu global muammoning yechimi qanday? Bugungi kunda olimlarimiz ham ana shu jumboqni yechish ustida ilmiy ishlanmalarga ega ekanlar. Biologik tozalash usulida mikroorganizmlardan foydalanib, suvning tarkibidagi organik moddalarni parchalovchi mikroorganizmlardan foydalanib, hamda hidini yo'qotuvchi, o'sha sulfat reduktorlovchi bakteriyadan foydalanib, bundan tashqari suvning tarkibidagi ranglarni, o'sha bo'yoqlarni, turli xil kimyoviy bo'yoqlarni o'ziga singdirib oladigan, ya'ni absorpsiya qilib oladigan, demak, suv o'tlaridan foydalanishni men tavsiya qilaman. Tajribada sinab ko'rilgan, dastlab Sergeli tumanida joylashgan, endi hozir bu fabrikalar yoqilib cho'chqachilik fabrikasida, Maysk posyolkasida joylashgan Toshkent viloyati parradachilik fabrikasida va Bektemir suv tozalash stansiyasida ushbu ishlar amalga oshirilgan, hamda Chekiyada ushbu ishlarni borib model nimasida ko'rsatib keldik. Natija 50-70% gacha suv tozalangan. Hid umuman yo'q, lekin uni tarkibidagi anion va kationlarning miqdori mana shunaqa mutanosib holga kelgan. Tabiatga zarar yo'q. Bemalol qishloq xo'jaligi hayvonlarini sug'orishda, bemalol ekinlarni sug'orishda, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda, daraxtzorlarni sug'orishda, xiyobonlarni, parklarni sug'orishda bemalol foydalanadigan holatga kelgan. Endi yanada takomillashtirib, hozir bizda Rhodococcus avlodiga mansub bakteriyalar topildi, biosurfaktantlar, ana o'shani qo'llagan holda suvni yanada ichimlik suv darajasiga olib kelish ishlarini olib bormoqdamiz. Muammo faqatgina badbo'y hidda emas. Kasallikni yashirsang isitmasi uni oshkor qiladi deganlardek, aslida badbo'y hid bu muammoning isitmasi. Uni bartaraf etish uchun esa faqatgina birlashgan holda, nafaqat o'zimiz, balki farzandlarimiz uchun ham tabiatni toza holda saqlash mas'uliyatini his qilib harakat qilsakkina yechim topa olamiz. Bugungi kunda tadbirkorlar ishlab chiqarish tarmoqlarida tozalash inshootlarini o'rnatish davlat tomonidan qo'yilayotgan qat'iy talab ekanligini e'tirof etmoqdalar. Aslida atrof muhit muhofazasi faqat majburiyat yoki qonun talabi emas, balki har bir tadbirkorning vijdon amri va kelajak avlod oldidagi ma'naviy burchi bo'lishi lozim. Tekstillarni shahardan chiqarib yuborishga yordam berishlarini so'rayman.